Xo'sh, assalomu alaykum. Bizda bugungi rubrika yana savol-javoblar. Stop. Kim mashinaga chiqmaydi biz? Kimga gap mosra ochsa o'shanisiga suv quyar. Kim tez arazlaydi? Kim tavakkalchiroq? Kim ko'p uxlaydi? 70-75 Turqash! O'zbekiston o'g'loni. Mana! O, qaradingizni olib keldinglarmi? Kim ko'p ovqatlanadi? Mana! Kimni qizlar yaxshi ko'radi? Och. Zumra pasta sultaymi achyapti-da. Olib keling. Bor olib kel. Qanaqasini oling? Miyatni yalpizligidan olib kel, alabilosni. Kimni qizlar yaxshi ko'radi? Hamidni. Anvar akani ya. Kim ko'p gapiradi? Kim vechni недовольный? Kimning muammosi ko'proq? Kimning qizlarga suyagi yo'q? Manda har doim suyib qo'yam. Kimning qiz bola tanish ko'p? Kim? Aka! Aka! Kimga qiz bola tanish ko'pmi? Mana. Uyatsizroq kim? Kim? Mana. Kimni bo'yi uzunroq? Voy, qo'ymaydi. Bo'yi mana. Bo'yim pas. Kim mas'uliyatliroq? Manda mas'uliyat Anvar aka yo'q. Men umuman mas'uliyat his qilmayman. Bu tugadimi? Yo, stop. Kim mashinaga chiqmaydi biz? Ketdik ana.